Assalomu alaykum Sayyor opajon. Men bugun fursatdan foydalanib sizni tabriklamoqchiman. Ya'ni bugun biz Sen aziz va muqaddassan ayol festivalidamiz. Opajon, tabriklayman. Festival konsert. Men har doim Sadilla Abdullayev proyektlarini festival deyman. Chunki haqiqiy butun san'atkorlar avvalosi shu yerda konsertda bo'ladi. Ko'pincha endi bu yil menga chiqish ham nasib qildi. Chunki mengachi uzoq yillar mobaynida chiqmaganni bugun mana nasib qildi. Sadil akam endi nima deydi, baribir ularning ko'ngli to'ladigan qo'shiqlar yaralishi kerak. O'shanda chiqaradilar. Sog' bo'lsinlar. Sayyor opa fursatdan foydalanib sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, ana shunday nima deydi, hamisha latofatli, go'zal bo'lib yuring. Jonim, mana Dilnozani ancha yildan beri kuzataman. San'atiga gap yo'q, ovoziga gap yo'q, ijroga gap yo'q. Rahmat. Men o'ylayman,